Alloh subhanahu va taoloning mehribonligini bitta anaqasida bu. Ya'ni imtihon berib mehribonlik qilsa Alloh taolo banda Robbisiga talpinar ekanda. Allohdan boshqa birorta bir najot eshigi yo'qligini, Alloh subhanahu va taoloning muhabbatidan boshqa hamma muhabbat bekorligini, Alloh subhanahu va taologagina iltijo qilishdan, undangina so'rashdan boshqa hammasini bekorligini Alloh subhanahu va taolo his qildirib turarkan. Nima bilan desiz? Imtihon bilan. Nimaga imtihonlar ketma-ket beriladi desa, bitta imtihon berilar ekanda, orqasidan ikkinchisini beriladi. Orqasidan uchinchisi, ketma-ket. Buni hikmati shunda. Toki banda shunda o'tiradi, o'zini sarhisob qiladi. Oxiri bitta narsa yetadi. Ya Robbiy, meni sendan boshqa mehribonim yo'q ekan. Meni sendan boshqa iltijo qiladiganim yo'q ekan. Meni sendan boshqa so'raydiganim yo'q ekan. Meni qorong'ulikdan, zulmatdan nurga olib chiqib ketadigan sendan boshqa hech kim yo'q ekan, ya Robbiy. Men faqatgina senga muhtoj ekanman. Atrofimdagi qarindoshlarimdir, yaqinlarimdir, ishongan aka-ukalarim, do'stlarim, bularni qo'lida masakan nur. Nur seni qo'lingda ekan. Ofiyat seni qo'lingda ekan. Qalbning salomati seni qo'lingda ekan. Degan narsani banda tushunib yetgunga qadar ust berilishligi bu Alloh taoloning eng katta rahmatlaridan bitta narsa ekan. Eng katta rahmatlaridan bittasi ekan. Men sendan roziman. Men ustimdan nima bersang, men sendan roziman. Faqat sen mendan rozi bo'l. Sen menga g'azabingni yog'dirma. Chunki jahannami bor sensan. Do'zaxi bor sensan. Azobi bor sensan. Zulmatlarga qoplab qo'yadigan ham, nurdan to'sib qo'yadigan ham sensan. Ofiyat ber, salomat ber. Salomat seni qo'lingda dedilar ekan. Mana shu Alloh taolo eng katta rahmat ekanda, eng katta rahmat ekan. Men bular nimaga aytyapman deysiz? Hammamizni yaratgan, hammamizni qalblarimizni yaratgan zot bizni o'zimizdan yaxshiroq biladi. Bizni o'zimizdan yaxshiroq biladigan zot biz haqimizda shunaqa deyapti. Sizlarni qalbingizda sohibi menman va qalbingizda qanaqa bo'lishligini men bilaman. Va shuni bilinglar, qalbingizda ikkita narsani jamlamayman deyapti. Ikkitadan bitta narsani jamlayman, tamom. Uni sizlar tanlaysizlar. Qaysi tomonni sizlarga yoqishini, qaysi tomon sizlar uchun hayot yo'li sifatida tanlov sizlarning qo'lingizda deyapti. Buni endi o'zingizlar tanlaylar. Qur'on bo'lsin, hayotingizda Qur'on bo'lsin, har bitta ishingizga asos o'laroq Qur'onni hidoyat deb bilasizlar. Hatto Allohning zikri bilan, Qur'on bilan orom olasizlar. Sizlar o'zinglardagi baxtni, saodatni, ofiyatni, salomatlikni yo mendan, meni zikr qilishdan, meni dinimdan, meni Qur'onimdan topasizlar yoki ikkinchi narsadan, musiqalardan topasizlar, ashulalardan, kinolardan, seriallardan, sevgi muhabbatlardan, dunyodagi ba'zi bir arzimaydigan narsalardan, ozgina dunyo topish hirsidan, vaqtinchalik bo'ladigan xursandchiliklardan, vaqtinchalik bo'ladigan orzu-havas dabdabalardan topasizlar. Lekin bilib qo'yinglar, ikkalasini bitta qalbda jamlamayman. Yo bundan topasizlar, yo bundan topasizlar deyapti. Endi buni ixtiyori bizda.
sevgi muhabbatga qurbon bo'layotganlar hozirdan boshlab hayotini hali boshlamasdan harom halish bilan, sevgi muhabbat bilan, nomahramlar bilan suhbat bilan, qanaqadir shirin gap, shirin so'zlarni o'ziga halol bo'lmaganlar bilan topish bilan boshlayotganlarimiz bor. Bu qalbga Alloh taolo Qur'onni singdirmaydi. Yarmi bilaman deyarlik. Ko'pimiz shunaqa, ko'pinglar shunaqasi. Endi bu aka-ukalarning suhbatida shuncha ochiq aytyapman. Qaysi tumanida eslatma uchun aytyapman. Shunaqa qilayotganinglar. Nomahramlar bilan suhbatga kelayotganinglar. Bema'ni narsalar bilan, vaynlar bilan, qiziqchilarni ko'rish bilan, shunga o'xshagan narsalar bilan hayotingizga xursandchilikni sog'layotganinglar. Hayotingizga ofiyatni, salomatlikni, xursandchilikni shu narsalar bilan kirgizishni xohlayotganlar. Xotirjam bo'linglar, kirgiza olmaysizlar. Xotirjam bo'linglar, qalbingizda bu narsalar bilan orom oldira olmaysizlar. O'zingizlarni mana shu narsalar bilan baxtli qildira olmaysizlar. Chunki baxt, ofiyat, salomatlik, xursandchilik hamma narsa Allohning qo'lida. Qalbimiz yaratgan zot o'zi egasi hisoblanadi. Uni xohlagan tomoniga buradi va unga xohlagan hissiyotini beradi. Xohlagan hissini ijro qiladi. Robbimiz rozi bo'lmaydigan, Robbimiz xursand bo'lmaydigan narsalardan topayotgan bo'lsak, Alloh taolo javobini tezlik bilan beradi. Hali senmi meni oyatlarim ustidan pisand qilmaydigan? Hali senmi meni payg'ambarimning so'zlarini inobatga olmaydigan? Hali senmi poklikni qabul qilmasdan buzuq yo'lda to'g'ri deb biladigan? Deydi Alloh subhanahu va taolo va shunga ko'ra javobini beradi. Xotirjam bo'ling. Qalbni salomatligini bu yo'ldan topmoqchi bo'lganlar yoki hayotiga haqiqiy islomni, Robbisi rozi bo'ladigan islomni, men haqiqiy musulmon yigit bo'lay degan narsada turib, lekin bu tomondan istaydiganlar bu narsaga erisha olmaysizlar, xotirjam bo'linglar. Mingina harakat qilinglar. Chunki Alloh bilan qalbning salomati, qalbning oromi meni zikrim bilan bo'ladi. Meni dinim bilan bo'ladi. Men nozil qilgan Qur'onning hidoyati bilan bo'ladi. Tamom, bu qadar. So'z bitmishdir yani. Bu masalada bu qadar. Demak, mana shu ikkita sifatning bittasi sizda yo'qoladigan bo'lsa, sizdagi nima? Mu'minlik sifatlaridan bittasi yo'qolgan bo'ladi. Endi qaranglar-da. Alloh subhanahu va taolo bizga mu'minlarning najot topganligini aytib, mana shu sifatlarni aytayapti. Aslida qiyin ishlar emas. Namozda xushu qilsangiz, o'zingiz maza qilib qolasiz. Dunyoni boshqacha ko'z bilan ko'radigan bo'lib qolasiz. Dunyodagi odamlar ba'zi narsalarga yetisha olmasdan o'zlari siqib, stresslarga tushib, dunyodan manga erisha olmayapman, unaqa xursandligim yo'q, bunaqa xursandligim yo'q deb o'zlarini halovatsiz, ofiyatsiz yurayotgan bir vaqtda siz o'zingizda mana shu sifatni bir qiling-da. Namozingizda xushudi, Robbingizga bo'lgan qo'rquvni, Robbingizga bo'lgan umidi, namozingizda o'tirib, Robbingiz bilan bog'lanishni his qiling. Mana shu his qilgan oningizda Alloh taolo sizga ofiyatni ham, itoatni ham, qalbingizda Robbingizga bo'lgan muhabbatni ham, payg'ambar sevgisini ham hammasini bir vaqtda jamlaydi. Va dunyoda yetisha olmayotgan narsalaringizni, ichingizdagi ba'zi bir qalbiy muammolaringizni Alloh taolo ko'tarib tashlaydi. Yaxshi emasmi shunaqa bo'lsa? Bitta odam bo'ladi, puli yo'q, siqilib yuradi. Bitta odamda uyi yo'q, bitta odamda otasi yo'q, bitta odamda farzandi yo'q, bitta odamda tinchligi yo'q, bitta odamda yana bir narsasi yo'q.
Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, mu'min bo'l. Meni qulim bo'l. Namozingda xushuli bo'l. Sen bo'lganda sen bilan men bo'laman. Seni qalbingni to'lmagan joyi men bo'laman. Men o'zim to'ldiraman. Chunki ofiyat meni qo'limda. Chunki salomatlik meni qo'limda. Chunki muhabbat, qalb meni qo'limda. Men beraman." deb tursa, yaxshi emasmi? To'g'rimi? Shunday dunyoda ad-dunyo mal'una dedi payg'ambar alayhisalom. Dunyo la'natlangan. Shunaqa narsani bir sahobiy aytayapti, payg'ambar alayhissalomning sochlarining bir tolasi menga dunyoyu undagi narsalardan ko'ra yaxshiroqdir dedi. Ko'ryapsizmi? Bizi dinimiz bor, islomimiz bor, hidoyatimiz bor. Mana shu hidoyatni bizga olib kelgan sarvarimiz bor. Mana shu sarvarimizni bir tola sochi sahobalar uchun dunyoyu undagi narsalardan mahbubroq bo'lgan. Ya'ni biz bilan ularning orasidagi farqni aytyapman. Ular uchun Rasulullohning bir tola sochi dunyodagi hamma yoqdan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, suyukliroq bo'lgan. Biz uchunchi desa, soch emas, Rasulullohning o'zi emas. Sochi, Rasululloh degan islom hidoyati, Rasulullohni payg'ambar qilib yuborgan Rasulullohni payg'ambar qilib yuborgan zotni, ya'ni Alloh subhanahu va taolo. Mana shularda hammasini muhabbatidan ko'ra bitta ayolning muhabbati ziyoda bo'lib qolgan kunlarda ko'rayotgan musulmonlarimiz biz. Sahobalarga o'xshab Rasulullohning bir tola sochi dunyoyu undagi hamma narsadan ko'ra men uchun yaxshiroq, men uchun suyukliroq degan sahobalarimiz bo'lib turib, biz Rasulullohning sochi, unga qo'shing Rasulullohning o'zi, unga qo'shing Rasululloh olib kelgan Qur'oni Karim, unga qo'shing Rasululloh olib kelgan islom risolati, unga qo'shing Rasulullohni payg'ambar qilib yuborgan zot Alloh subhanahu va taolo. Mana shularning barchasining muhabbatidan ko'ra ozgina dunyomizni afzal ko'rayotgan musulmonlarimiz. Mana shularda hammasidan ozgina tijoratlarimizni afzal ko'rib qo'yayotgan musulmonlarimiz. Mana shularning hammasining muhabbatidan ko'ra qamalib qolmay, ma'ratga qolib ketmay, odamlar yomon ko'rmasin, odamlar u demasin, odamlar bu demasin. Hozir islomga da'vat qilsam, islomga chaqirsam yomon ko'radi yoki noto'g'ri tushunadi, noto'g'ri qabul qiladi yoki qabul qilmaydi, ranjitadi degan narsalar bilan mana bu muhabbatni kekalatib qo'ygan va odamlardan qo'rqib qolgan, odamlarni qamog'idan qo'rqib qolgan, odamlarni malomatlaridan qo'rqib qolgan va buning evazida Alloh va Rasulining muhabbatini kechib yuborishlikka qarab qadam qo'yayotgan musulmonlarimiz. Bu og'ir jinoyat. Bu biz musulmonlar uchun juda ham og'ir jinoyat. Alloh subhanahu va taolo mana bu narsaga g'azablanadi va yuqorida aytib o'tgan oyatimizdagi biz ularga azobimizni yuboramiz va biz itoatsiz fosiq qavmlarni hidoyat qilmaymiz. Fosiq qavmlarni najot toptirmaymiz degan toifaga kirib qolamiz. Agarki bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zot olib kelgan islom risolati va bizga Allohdan hidoyat qilib yuborilgan islom dini va uning jamiki ahkomlari
va bizni yaratgan Robbimiz. Mana shular bizga dunyoyimizdan, dunyodagi topayotgan hamma narsamizdan, mol-u davlatimizdan, tijoratlarimizdan, oilalarimizdan, ayollarimizdan, farzandlarimizdan, dunyodagi xursandchiliklarimizdan, hamma narsamizdan ko'ra afzalroq bo'lmaguncha biz ana shu yuqorida aytilgan oyatdagi fosiq toifalar qatorida qolamiz. Alloh subhanahu va taolo bu narsadan panoh bersin. Mu'minlar Alloh subhanahu va taoloni eslaganda yig'laydi. Endi biz o'zimizni darajamizni Alloh subhanahu va taoloni oldida qanaqaligini bilishlik uchun o'zimizni holatimizga qarashligimiz kerak. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da aytadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida aytishadiki, u kishi qachon Qur'on o'qisa, qalban his qilib yig'lardi dedi. Nima derdi? Qur'on meni qalbimni eritadi. Agar qalb qattiq bo'lsa, Allohdan qo'rqish yo'qoladi dedi. Bo'lmasam kim? Abu Bakr Siddiq jannatga tushishi aniq bo'lgan zot qachonki Qur'oni Karim o'qisa, yig'lavorardi. Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu Qur'oni Karimdan doim Tur surasini o'qiganda "Vat-tur va kitabim mastur fi raqqin manshur fil baytil ma'mur" oyati bor-ku, ana oyatlarni o'qisa deydi, Umar kasal bo'lib qolardi deydi. O'ylayapsizmi? Umar radhiyallohu anhu Qur'oni Karimni o'qiyapsa, haligi ozgina siqilib qoladi yoki ozgina ko'zidan yosh oqadi emas, og'rib qolardi deydi. Bir necha kun o'rnidan tura olmay yotib qolardi deydi. Bizda ham bor-ku, ozgina dunyosini topa olmay qolsa, ozgina planlari o'xshamay qolsa, odam siqilib, yig'lab, og'rib qoladi-ku. Bizdagi zaifligimizni aytyapman-da. Bizdagi xatolarimizni aytyapman. Ular Robbilarini eslaganda, Robbilarining oyatlarini o'qiganda Alloh taoloni buyukligi, azamatini his qilar edi-da. Shu bilan yig'lab og'rib qolardi deydi. Abu Hurayrani taniysizlar? Eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy. Sahobalarning eng ulug'lari. Shu kishini bitta sifati bo'lgan. Endi biz aytamiz-ku, biz kimga ergashishimiz kerak? Sahobalarga deymiz. Bilmaymiz sahobalarda qanaqa bo'lganligini. Misol uchun mana bitta sahobiyni misol. Abu Hurayra deydi. Kechalari yolg'iz qolardi. Oldiga odam kirgizmar edi. Bitta narsa uchun. Alloh taoloni eslardi. Yolg'iz qolardi, Alloh taoloni eslardi va yig'lardi. Ko'z yoshidan soqollari ho'l bo'lib ketardi deydi. Endi shu zotdan so'rayapti bir sahobiy. Nimaga shunchalik yig'laverasan? Nimaga shunchalik yig'laysan? deb so'rasa aytadi. Ha, yig'layman, ko'p yig'layman. Kechalar yolg'iz qolib ko'p yig'layman. Chunki meni gunohim ko'p derdi. Allohning rahmatiga umidim ham ko'p, gunohim ham ko'p. Shuning ikkisini o'rtasida yig'layman. Bir tomondan gunohlar o'ylab qo'rqadi odam, bir tomondan Allohning rahmatiga umidvor bo'lib qo'rqadi. Shuning o'rtasida turib yig'layman deb. Mana bu sahobalarning misoli. Hech hayolingizlarga kelganmi? Kechalari turasiz, yolg'iz qolasiz, hech kimni kiritmaysiz. Yolg'iz xonaga kirasiz, Robbingiz bilan 2 rakat namoz o'qiysiz va yig'laysiz. Allohdan qo'rqib yig'laysiz. Problemalaringizni eslab emas, bolalaringiz tarbiyasini buzilayotganini eslab emas, yo bo'lmasam qaysidir ishlaringiz o'xshayotganini, dunyolaringiz o'xshamayotgani, plan
ariza o'xshamayotgani, yo kimnidir sog'inayotganingizni o'ylab emas. Namozda turib ham eslasangiz yig'i kelaveradi, to'g'ri, yo'q. Unaqa holatda emas. Faqatgina Alloh subhanahu va taoloda eslabgina hech yig'laganmisiz? Xuddi Abu Hurayradek radhiyallohu anhu. Bir tomonimda gunohlarim bor, bir tomonimda Robbimga umidim bor. Men Allohning azobi bilan Allohning rahmatini o'rtasidagi odamman. O'rtasida turganim uchun yig'layman. Ki azobiga emas, Allohning rahmati tomon Alloh taolo meni qabul qilishligi uchun deb. Ikkinchi voqea, musulmonlar Shom diyorlarini fath qilar ekan, ana shu musulmonlarning ichida bitta yosh yigit bo'ladi. Dinida, taqvosida, ilmida mashhur yigit bo'ladi. Qal'ani devorni oldida turadi-da, bitta qizni ko'rib qoladi u ham. Bu qiz xristian qiz bo'ladi, kofira bo'ladi. U ham yaxshi ko'rib qoladi. Kelib ko'rishib, gaplashadi. Sevdim seni deydi. Sen uchun deydi, hamma yo'qni qilaman deydi. U ham bittagina shart qo'yadi. Diningdan chiqasan, meni dinimga kirasan. Xristian bo'lasan, evaziga dunyolarim seniki. Men va dunyolarim seniki deydi. Shu joyda dini, diyonati, Robbisi bir tomon, chiroyli qiz ikkinchi tomon bo'ladi. Bu yigit esa ikkinchisini tanlaydi. Islomdan chiqadi. Murtad bo'ladi. Xristianlikni qabul qiladi, nasorolik. Va ana shu qizga uylanadi. Mol va dunyolarga erishadi. Musulmonlarga xiyonat qiladi. Va kofir holatda dunyodan o'tadi. Shayton bilan qaslashib bo'lmasligi shundaki, shaytondan faqat panoh so'raladi. Siz oxirgi nafasingiz chiqmaguncha istagan vaqtda shayton sizni mag'lub qilib, o'zini domiga tortib ketishlik xavfi ustida yashaydi odam. Shuning uchun Qur'oni Karim doimo eslatadi. Astag'firu billah. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Bas kimki tug'yon qilsa, haddidan oshsa va dunyo hayotini ustun ko'rsa, uning joyi albatta do'zaxdir. Ammo kimki Robbining huzurida turishdan qo'rqadigan bo'lsa, nafsini yomon havaslardan tiyadigan bo'lsa, uning joyi albatta jannat. Tug'yon inson uchun bir qadam. Alloh tug'yon ahlini joyini jahannamda deyotgan tug'yonlik sifati inson uchun bir qadam. Musulmon uchun ham bir qadam. Kerak bo'lsa mu'min odam uchun ham bir qadam. Tug'yon nima? Tug'yon banda haddidan oshlik.
haddidan degani Alloh qo'ygan haddan oshlik. Alloh qo'ygan chiziqdan chiqishlik. Alloh subhanahu va taoloni buyruqlari bor, farzlari bor. Mana shularni ilk farzda buzishlik insonni tug'yonga olib ketadi. Xuddi yuqorida keltirgan misolimizdek. Odatda insonni tug'yonga nima boshlaydi? Va atharal hayatad dunya. Ikkinchi oyatdagi dunyo hayotini ustun ko'rsa. Dunyo hayoti u uchun eng muhimi bo'lib qolsa. Uni hayotini, ko'zini quvonchi bo'lib qolsa. Hayotidan ma'no dunyo bo'lib qolsa. Insonni tug'yonga olib ketadi. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Uning joyi esa jahannamdadir. Shuning uchun aytiladiki, inson tug'yonga bor yo'g'i bir qadam turadi. Men shuncha ilm oldim, shuncha o'qidim, shuncha dinni o'rgandim, taqvodorman, namozxonman, siyla rahimlarim bor, ota-onamga yaxshiman, qarindosh urug'imga yaxshiman, musulmonlarga yaxshiman. Men ajoyib bir odamman. Deydi-ku odam ichida. Ana shu odam uchun ham tug'yon bor yo'g'i bir qadam. Alloh subhanahu va taoloni birgina qo'ygan qonunidan, hukmidan, farzidan bittasini qilmasin. Oxiratni evaziga dunyoni tanlasin. Bor yo'g'i bir qadam. Mu'min odam esa shuning uchun doimo qalbini Alloh subhanahu va taologa bog'lab turishlikka va Allohning maqomida turishligini bilib, shu asosda qo'rqishlikka, bir dona ham harom ishni qilmaslikka qat'iyat qilib turishlik kerak. Bo'lmasam aytganimizdek, tug'yon bor yo'g'i bir qadam. Oyatning davomida nima deyapti? Va amma man khafa maqama rabbih va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ammo kimki Robbining huzurida turishlikdan qo'rqadigan bo'lsa va nafsini yomon havaslardan tiyadigan bo'lsa, uning joyi esa albatta jannatdir. Bu oyatlardan biz oladigan xulosa shuki, yuqorida ikkita olim odamni, bitta musulmon yigit islom uchun kurashgan, islom uchun bir necha yillar jang qilgan, musulmonlarning qo'shinida Shom diyorlarini fath qilishlikka qarab yurgan mu'min yigit Alloh taoloni bittagina o'zingga halol bo'lmaganlarga qarama. Sen nafsi havoyini ular uchun qilma degan bor yo'g'i bir dona buyrug'ini buzdi. Natijada kofir va murtad bo'lib dunyodan o'tdi. Odam tug'yondan qo'rqadi. Allohning bergan hadlarini buzishlikdan qo'rqadi. Buzishlikdan qo'rqishlikdagi bandani maqomi esa shuki, va atharal hayatad dunya. Dunyo hayotini oxiratdagidan ustun qo'ymaslikka harakat qiladi. Joyi jahannam bo'lmasligi uchun esa amma man khafa maqama rabbih. Robbisini huzurida turishlikni doim o'ylab turadi-da. Va nahan nafsa anil hawa. O'zini havoy nafslarini doim tiyadi.
bitta uradi nafsiga, tigadi. فإلى الله ولله يرجع المرء أمورا. Alloh taolo bu oyatda bizga shunaqangi bitta katta narsani va'da qilyapti. Bu va'dadan ko'pchilik g'ofil. Odamlarning ko'pi bu Allohning va'dasidan bexabar. Bu juda katta va'da. Dunyodagi bitta masjidda imom emas. Yo qanaqadir qayerdadir qanaqadir bitta kattasi emas. Alloh taolo o'zi haqida aytayapti. O'zi haqida aytayapti. Va huwa yatawallas solihin. Allohning o'zi solihlarda do'st tutadi. Alloh sizni do'st tutadi. Nima sifatda o'ylayapsizmi? Qaysiki bir bandasiga Alloh taolo shu sifatni bersa, banda o'libla qolish kerak. Xursandligidan. Shunda o'lib qolish kerak. Shu qadar xursand bo'lish kerak-da bu narsaga. Haligi bir kishidan so'ralganda, payg'ambar alayhisalomni ko'rsangiz nima degan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardingiz desa, ba'zilar aytadi-da, meni shafaat qiling deyman, yo bo'lmasa manaqa duo qiling deyman, yo manaqa deyman, yo har xil javoblar berganda bitta odam aytadi. Rasulullohni ko'rsangiz, sallallohu alayhi vasallamni ko'rsangiz, nima deyardingiz deydi. Nima qilardingiz deydi. Desa o'lib qolardim deydi. Ha nimaga? Chunki men bu darajadagi xursandchilikni men ko'tara olmayman. Meni yuragim bunaqa xursandchilikni, olamlarda sarvarini ko'rishlikni ko'tara olmaydi deydi. Payg'ambar alayhisalom haqida aytilyapti. Lekin Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Inna valiyallohu allazi nazzala al-kitab va huwa yatawallas solihin. Albatta mening valiyim kitobni nozil qilgan Allohdir. U esa solihlarda do'st tutadi. Alloh subhanahu va taolo sizni do'st tutaman deyapti agar bitta sifat bo'lsa sizda. Bu qaysi sifat? Bu solihlik sifati. Siz shunchaki solih bo'lishligingiz. Bo'ldi. Solih bo'ling, shu sifatga ega bo'ling, mayli o'lib qoling. Hech narsa o'tkazmaysiz. Yutgansiz bo'lasiz. Faqat u uchun esa mana shu sifatni egasi bo'lish kerak. Ya'ni solih bo'lish kerak. Xo'p, solih bo'lishlik nima degani? Bu joyga ham biroz to'xtalib o'taylik. Xo'p, biz nima qilsak solih bo'lamiz? Biz solih bo'lishligimiz Alloh subhanahu va taoloda buyruqlarini faqat itoat qilishlik. Bo'ldi. Va qo'shimcha bir sifat bor. Solihning bitta qo'shimcha sifati shuki, solih odam shunaqangi odamki, odamlar yo'q joyda Allohdan taqvo qiladi. Xilvatda qolganda Allohdan taqvo qiladi. Xo'p, Alloh taolo do'st tutsa nima bo'ladi? Desa Alloh taolo u bandani o'ziga yaqin oladi. Bir duo bor. Robbi, ey Robbim, la takilni ila nafsi tarfata ayni. Ya Robbi, meni o'zimni holimga tashlab qo'ymagin. Tarfata ayni degani tarfata ayn deb turib arab tilida ko'zni ochilib yumilishligiga aytadi. Ya Robbi, meni ko'z yumib ochilishlik miqdorichalik, ya'ni 1 sekund ham o'zimni holimga tashlab qo'ymagin degani bo'ladi. Xo'p, endi Alloh subhanahu va taolo mana shu sifatni kimga beradi desa, do'st deb bilganlariga, do'st tutganlariga, solihlarga beradi. Bu sifatga amal qilishimiz,
Ya'ni Allohdan doim har bir ishimizda qo'rqishimiz, Allohdan qo'rqib yig'lashligimiz va yolg'iz qolganda ham Allohdan taqvoda turishligimiz bizni solihlikka olib boradi. Va bu solihlik esa Alloh bizni do'st tutishga olib boradi. Allohni bizni do'st tutishi esa bizni doim Alloh himoyamizda turganiga, doim Alloh bu meni bandam deb o'zimizni holimizga tashlab qo'ymaslikka olib boradi. إن طواها الهم تابت رحم الله حبيبا أطفأ الترحال نورا أجرى الله نفوسا مطمئنات صبورا إن طواها الهم تابت أو أثيبت فشكورا تدفع الشكوى بحمد وتداوي الحزن سورا Orzularidan ko'ra o'lim unga yaqinroq. Butun havaslarini, butun lazzatlarini bir soniyada yo'qqa chiqaradigan o'lim orzularidan ko'ra yaqinroq. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3 dona cho'p oladi qo'llariga. Birini oldilariga qo'yadi, chap tomoniga. Ikkinchisini biroz nariroqqa jildiradida, uchinchisini uzoqqa otadi. Keyin aytadi: "Mana bu eng yaqinimda turgan cho'p xuddiki insondir" deydi. Undan keyingi o'rtada turgan esa insonning ajalidir. Uzoqdagi esa insonning orzusidir deydi. Inson yasharkan uzoqdagi orzulariga qarab mast bo'lib yuradi. Uzoq narsalarni orzu qiladi. Lekin uzoqdagi orzulariga yetishlaridan oldin o'rtada o'lim uni to'sib qoladi. O'lim uni butun lazzatlarini kesib yuboradi. Xuddiki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlaridek, namozda turarkanman, o'ng tomonimga salom beraman deydi. Va o'ylayman, chap tomonimga salom bergunimcha o'lim menga yetadimi yo yetmaydimi? Chap tomonimga salom bergunimcha ajalimga yetamanmi, yetmaymanmi? Yashaymanmi ungacha yo yashamaymanmi? Ya'ni men o'limni o'zimga shunaqangi yaqin deb bilaman. Bu mu'min odamni, iymon ahlini o'limga bo'lgan munosabati shunaqa bo'ladi. Lekin biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni nasihatlarini unutganmiz. Ey mu'minlar, lazzatlarini kesuvchi o'limni ko'p eslanglar. Ey mu'minlar, qabrlarni ziyorat qilinglar. Ular sizlarga o'limni eslatadi. Man ahabba liqa'a Allohi ahabballohu liqa'a. Kim Alloh bilan uchrashni yaxshi ko'rsa, Alloh ham u bilan uchrashni yaxshi ko'radi. Bizni o'limga bo'lgan munosabatimiz shunaqa. Bilal radhiyallohu anhu vafot etarkan ayoli yig'laydi. Mahzunlikka tushadi-da, va hunan dedi. Qanday ham g'amginlik deydi.
Shunda Bilal radhiyallohu anhu aytadiki, qanday ham g'amginlik bo'lsin, hech g'amginlik yo'q. Bu xursandchilik. Men yaxshi ko'rgan odamlarimga yetaman. Orzu qilib yurgan yerimga ketaman. Men Robbim bilan uchrashlikni yaxshi ko'raman. Men bu o'lim bilan Robbim bilan uchrashaman. Ya'ni o'limni xursandlik bilan kutib oladi. O'limni xursandlik bilan kutib olish esa mana shunga tayyorgarlik ko'rishlik bilan bo'ladi. Bunga bitta misol keltirib o'taman. Sahobalar ichida Qur'on ahllaridan 70 tasini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta qabilaga yuboradi. Ularga Qur'onni o'rgatishlari uchun. 70 ta sahobiy ana shu qavmga Qur'onni o'rgatishga yo'llangan. Ular ichida Harom ibn Milhan degan sahobiy bo'ladi. Qabilaga boradi. Qabila ahli esa xiyonat qiladi. Ular uchun kelgan, ularni hidoyatini istab kelgan 70 sahobiyga xiyonat qiladi. Shunda Harom ibn Milhan men sizlarga bor, gapimni eshitinglar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gaplaridan, nasihatlaridan, Qur'on oyatlaridan o'qimoqchi bo'lib, endi boshlaganda orqasidan bittasi keladida, nayza bilan hujum qilib, ana shu sahobiyni shahid qildi. U urgan nayza belidan kirib, qornidan chiqib ketadi. Shunda Harom ibn Milhan radhiyallohu anhu qornidan chiqqan nayza undagi qonlarni qo'llari bilan kaftlariga to'ldirib qonni yuzlariga surtadi. Fustu va robbil Ka'ba. Ka'baning Robbiga qasamki, men g'olib bo'ldim. Men najot topdim. Va shahid bo'ladi. Inson ko'zi bilan qaralganda, o'lib ketdi deyiladi-da. Lekin iymon ko'zi bilan qaralganda Allohning rahmatiga yetdi. Allohning mag'firatiga, eng go'zal xotimaga yetdi. Bo'lib ham shahodat bilan yetdi deydi. Mu'min odam o'limni shunaqa tushunishligi kerak. Hammamiz albatta yo'liqamiz. Yo sizlar meni dunyodan o'tganimni eshitasizlar, yo men sizlarni eshitaman. Va hammamiz bitta mana shu karvonga qo'shilamiz. أو أثيبت فشكورا تدفع الشكوى بحمد وتداوي الحزن سورا